Assalomu alaykum hurmatli Surxon Obzor kanal obunachilari, qurilish boshlagan akalarimiz talabiga binoan. Bugun biz Denov tumanidamiz. Katta yog'och bozordan videoroliklar tayyorlab boshlaymiz. Video boshlamasdan burdan like bosib qo'yaverasizlar. Video boshidan manzilni aytib o'taman. Denovda Chorva bozor tomonidan kelaverishda 3-darvoza o'ng tomonda. Qabriston tomonidan kelaverishda, mana Sho'rish tomonidan, Qabriston tomonidan kelaverishda esa 2-darvoza chap qo'l tomonda azizlar. Bemalol kelib, optim narxlarda yog'ochlarni olsalaringiz bo'lardi. Assalomu alaykum. Og'a yaxshimisiz? Qatnashasiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Savdo bo'lyaptimi? Bo'ladi aka. Qani qaysidan narxlarni birinchi yoritamiz, ayting. Narxlar mana har doimgidek shu reka, faner, dispi. Yangi tovarlar keldi dedingiz, bu safar lekin haqiqatan yog'ochlar ko'payib qolibdi ancha. Nasib bo'lsa Bir narxlarni ayting endi qisqacha, qanday chegirmalar bo'ldi? Narxlar aka, buni fanerlardan boshlasak, faner chista 4 lik mo'rindiki 80 ming, 85 ming shunaqa sotilyapti. Donasiga? Ha. Displar 6 kvadratlik rossiyskiy yaxshisi. Aha. Bular 360 ming so'm. 360 ming so'mdan. Uni qanchadan chegirma qilib beramiz? Aka, ko'proq olganga 350 dan qo'yamiz. Chegirma bo'ladi, ha? Rekalar 6 talik. Rekalar 6 talik, 5 lik rekamiz 310 ming so'm. 310 ming so'm. Ha, keyin 4 ligi bor, 4 ligi 280 ming so'm. 280 mingdan. Boyagi baquvvatning nomi nima edi? O'tgan safar ustiga ham chiqib ko'rsatdik-ku. Listvak ular. Listvak? Ulardan ham kelganmi? Bor, hammasidan asta-asta ko'rsatamiz. Aha. Bu mana taxtamiz 6 metr 20 ga chista 4. Hop, 190 ming so'm 6 metrligi. 190 mingdan. Aha. Keyin mana bu taxtamiz 6 metr chista 14 ga 4. Qonuniy razmer 140 ming so'm. 140 mingdan. Aha, mana busi shuni 10 ga 4. 6 metrlik bu ham. Aha. Bular 90 ming so'm. Bular mana ular 6 metrlik 20 ga 4 yarim. 20 ga 4 yarim chaqalniga. Narxi? Narxi 220 ming so'm. 220 ming so'mdan. Izi ko'p, ha? Ha, dehqonchilik aka. Olaveradi. Bunisi mana o'zi 6 metr 18 ga chista 4. 18 emas, 17 da, 17 ga chista 4. 170 ming so'm. 6 metrlik. Ular mana ular 6 metr 12 ga 4 chista. Sal ulardan kichkinaroq ekan, ha? Ha, 12 ga 4. 120 ming so'm, 115 ming so'm, yana ham ko'p bo'lsa, yana ham kelishtiramiz. Kelishtirib beriladi, ha? Bular-chi? Mana bular. Bular 4 ga 2 reka 6 metrlik, 4 ga 2 reka. Aha. 145 ming pachkasi. Sho'rnaga endi bo'ladimi endi nimaga? Любой narsaga shatadi, patologga. Mana taxtalarimiz mana chista sasni 6 metr 14 ga 4 deb boya ko'rsatganimizni mana bu yoqda turgani mana. Chista saslar, yog'och chiroyliga e'tibor berasizlar. Ideal taxta. Tekis, ideal turibdi. Ha, ideal mana. Ancha baquvvat bo'lsa kerak, ha? Ha, hammasi mana shunday bir xil standart ideal taxta mana. 140 ming so'm bular bir boshdan ketaveradi. Mana ularimiz 6 metr 15 ga 5 standart plus 5. Aha. 175 ming so'm. 175 mingdan. Bu qalinroq ekan, ancha. Ha, qalin. Mana o'shani 20ligi. Hop. 6 metr 20 ga 5 240 ming so'm. 240. Endi mana qayerdan kelyapti? Dalni vremya. Aka, prямо Rossiya keladi bizga. Aha. Mana 4 metrlik listvagimiz 14 ga chista 4. Bu listvak deganingiz endi o'tgan safar ham qattiq materialda aka, poli lagasiga qo'yadi, boshqaga qo'yadi. Shu qattiq materiali yaxshi, sifati ham zo'r. Ancha muddatga bo'ladi, ha? Bular 4 metrlik 110 ming so'm aka. 4 metrligi 110 ming so'mdan. 110 ming so'm. Yuk ko'taradi-da bu demak. Ha, yuk ko'taradi. Shifrlarni ham ko'rib o'tamiz. Shifrlarimiz mana aka. Qayerda ishlatiladi? Bu o'zimizni Denovdagi. Aha. O'zimiz Denovda shifri 52 ming so'mdan cheklanmagan miqdorda qilamiz. Azizlar, o'tgan safar ustiga odam chiqib ko'rgan edi. Mana hozir ham odam chiqyapti. 100 kilo vesim bor, bemalol. 100 kilo, ha, vesingiz? Ha, bemalol. Xohlaganda qilib tekshirib olyapsiz. 50 necha mingdan? 52 ming so'm. 52 mingdan. Yana qanday turlari bor? Mana shu hozir hammasi bu Denovdagi mana shu hammasi. Aha. Shu o'zimizda Denovdan chiqadigan shifr, garantiya shifr mana. Baquvvat ekan, ha? Ha, garantiya. 52 ming so'm. U ham 52 dan. Hammasi bitta zavod aka. Yo'q. Mana bu yoqda keyin bu yoqda boshqa shifrlarimiz bor. Qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Mana. Bu shifrlarimiz bor mana. Bu Toshkentniki bular. Bu qayerda shifra? Toshkent Bektemirdan keladi. Aha. Bular 57 ming so'm aka, dastavkasi ichida. 57 mingdan. Mana bu ham shulardan mana. 57 ming so'mdan dastavka. Mana bularimiz 6 metr 12 ga 4,5lik. 125 ming so'm. 6 metrlik taxta. O'tgan safar azizlar e'tibor berib qarasalaringiz bunchalik yog'och ko'p emas edi, lekin shunda ham ko'p obunachilarimiz qiziqib telefon qilib hozirgacha so'rashyapti. Bu taxtamiz 6 metr 14 ga 4,5, 155 ming so'm. 155 ming. Mana o 4 metrlik 14 ga 4 sasna 105 ming so'm ko'ra olsa yana ham kelishtiramiz. Kelishtiriladi. Keyin yana bu yoqdan keladi.
Bu safar juda ham ko'p kelgan yog'ochlar. Qisqacha ko'rsatib Mana o'taman. unda qalin fanera izlaganlarga mana. Mebelchilargami? Qalin fanera izlaganlarga bundan ham bor. Mana keyin mana 08liklar bor mana. Yuqorog'imi? 08 da qalinligi 08. Aha. 180 ming so'm. Bular 220 ming so'm. 1-2 1-3liklari. Mebelchilarga yana ham 20 lik bo'ladimi? Doimiy mijozlar. Yana ham bo'ladi chegirmas. 15ligi bor, 14ligi. Aha. Nima deydi? Palovoy. Palovoyda bular. Ha, pol taxtasi mana. Bu palovoymi endi? Palovoy ha. Aha. Mana 2 xili bor. O, mana upakovkada kelar ekanda. Ha, mana o'zi 15ligi, Aha. bu chista 15 ga 2,5. Donasi 83 ming so'm. Mana bu 14 ga 2,5, donasi 70 ming so'm. 70 ming. Yana ham 20 bo'ladimi yo'qmi? Ko'proq miqdorda. Yana ham kelishtiramiz. Ikkalasi ham aka standart ideallar bo'lsa. Mana o'zi Yani. eni enliroq 15lik, bunisi 14lik. Dastavkasini qilib beramiz. Mana bu narsamizga Eskisiga qanday bo'lyapti? mana shu apalovka mahsulotimizga ham ko'plab so'rayapti. Aha. 420 sotilyapti. Ko'proq bo'lsa 400 dan qilib dastavka qilib beramiz. Yo'q. Bu 122 ga 222 shunaqa bo'ladi. 3 kvadrat bittasi. Endi mashinam bor olib beradi. bu suvga chidamlimi? Qanday? Suvga aka shishmaydi. Suvni ichiga taylab qo'yaversin. Eng mustahkam shu narsa. Mustahkam materialda. Ha, buni o'zi Rossiyada ishlaganlar biladi, apalovkaga ishlatadi. Aha. Juda mustahkam narsa. Mana mashinamiz ham tayyor. Mana yuk mashinalar tayyor azizlar. Surxondaryo bo'yicha dastavka bor. Video ostiga raqamlar qoldiramiz. Batafsil ma'lumotlarni olsalaringiz bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilsalaringiz bo'ladi. Surat pastroq taxtalarimizda mana bunda surat pastroq taxtalarimiz ham bor. Qaysi? Mana buni surat pastroq so'raydiganlarga mana 14 ga 4 deymiz, 3.8 shunday chiqadi, 120 ming so'm. Puli yengilrog'imi endi? Ha, puli yengilroq variantlar. Bu ham 6 metrmi standart? 6 metr, 14 ga 3.6, 3.7 shunday chiqadi. Puli yengilroq. Gap yo'q. Puli yengildan desangiz ham topiladi azizlar. Qimmatroqdan desalaringiz ham bor. Qolaversa qurilish firmalarida ham hamkorlikka chaqiramiz. Bemalol sizlar bilan kelishib ishlayveramiz. Batafsil ma'lumotlarni video ostida raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Sog' bo'linglar. Bu videoga birdan like bosib, qurilish boshlagan do'stingizga yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Jamol og'amiz har doim shu yerda, telefonlari 24 soat ishlab turadi. Aloqaga chiqaverasiz.